Xitoylar e'tiqod jamoasida usul o'ynab islomga haqorat qilmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu tajovuzchilarningki har yili vatanimizda albatta yillarning boshqa kunimi farq qilmaydigan bo'lib ketdi. Diniy ibodatlarningki, namoz, har qanday dinga aloqador narsaninki istisnosiz shaklda cheklanayotganligini hammamiz bilamiz. Ammo bugun butun dunyodagi musulmonlar ulug' bu Ramazonning xushalliqi bilan, hatto kunda bombardimon qilinayotgan 3 yildan eshib ketgan G'azzodak ashundaq rayonlardami musulmonlar shu eski vayron bo'lib ketgan xarobiylikning orasida turib, shu yerda Ramazonning xushalliqini yashayotgan bir minutda, ammo bu ulug' oyning xushalliqini vatanimizdagi hech bir na axborotda, na rasm, na hech bir narsa vatanimizning hech bir shahridan bir narsa hozirgacha Ramazonga aloqador tabriklashgan, muboraklashgan, ro'za tutgan, iftor qilgan, buning o'xshash hech qanday bir ko'rinishni ko'rmayapti Uyg'ur xalqi. Mana bu shunday tajovuzchilar vatanimizda butun dunyodagi musulmonlar xushallik oldida bu oyni o'tkazayotgan minutlarni, shu kayfiyatni, shu hissiyatni bu xalqning, Uyg'ur xalqining yoshlig'imi chidamayotgan, shunimi ortiq ko'rayotgan bir numussiz tajovuzchilarning qo'lida xalqimiz ezilyapti. U yetmadi, yana numussizlarcha bu insonlardan, musulmonlardan mahrum qolgan bu muborak jamilarimiz, masjidlarimiz bu nejis ishg'olchilarningki dafsanda qilishiga, haqorat qilishiga uchrayapti. Albatta bu birinchi qatimliq masala emas. Bundan burun yillardan buyon hattoki shu ayollar mana shunday adabsizlarcha, axloqsizlarcha masjidning hurmatini dafsanda qilgan shaklda bu ko'rinishlar, naqsh aytgan, usul o'ynagan ko'rinishlar mana shunday mihrobda imom turadigan joylarda bu tajovuzchi ifloslarning qilgan qiliqlari yillardan buyon qalbimizni puchilab kelayotgan, dunyodagi insonlarningki nafratini maydonga keltirayotgan narsa bo'lsin, bu tajovuzchilar hali ham bu numussizlikni qilyapti. Musulmonlardan mahrum qilingan masjidlarimiz, camilerimiz bularning paskina oyoqlari bilan dafsanda qilinyapti. Albatta bu har bir xalqimizning yuragini puchilaydigan, nafratimizni, g'azab nafratimizni qo'zg'aydigan, buning o'xshash ko'rinishlar albatta yana bir nuqtadan bu tajovuzchilarning afti basharasini dunyoga echib beradigan, ham xalqimizning qalbidagi dushmanga bo'lgan nafratni, g'azabni va bu tajovuzchilardan elinadigan nurg'un hisobning borligini har bir xalqimizga his qildirib turadigan narsa aslida bular. Bir tarafdan bu haqorat, dafsanda qilish bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan ham bizningki kayfiyatimizni, ruhiy jihatdan bu tajovuzchilardan chuqum hisob oldigan bu hissiyatimizni texnik kuchaytiradigan bir narsalar deb qaraldi albatta. Lager shoidi Zumrat Davud xonim e'lon qilgan muqaddim qilgan shu ko'rinishdimi? Yaqinqi 10 necha yildan beri davomlashayotgan Xitoyning Sharq Turkistondagi buning o'xshash tajovuzchiliklari, irqiy qirg'inchilik jinoyatida diniy bostirish qattiq ijro qilinib kelyapti. Nurg'un xalqaro organlar, masalan, Avstraliya strategik siyosat instituti 2020-yilimi e'lon qilgan bir dokumentida sun'iy amroz suratlarga asoslanib Xitoyning taxminan 16 mingdan ortiq jami masjidlarimizni chiqayotganligini yoki buzayotganligini isbotlab chiqqan. Buni albatta hammanglar bilasizlar, qadrli ko'ruvchilarimiz, yillardan buyon ta'kidlanib kelyapti. Va saq qo'ygan ko'z bo'yamchilik uchun nurg'un o'maklarni, sayohatchilarni olib bular shunday go'zal yashayapti deb tashviqoti uchun qoldirib qo'ygan ba'zi jami masjidlarning Xitoy tarafidan bazmixona, choyxona, qahvaxona qatorliq o'rinlarga o'zgartirilganligi yillardan buyon ijtimoiy fikr vositalarida tarqalgan, oshkorlangan bir masala albatta. Navbatda E'tiqod jamiyatiga o'xshash mana shunday tarixiy masjidlar hammamizga ma'lum bo'lgandek Xitoyning tashviqoti uchun ishlatilyapti. Sayohatchilar akilyapti. Haliqi atalmış imamni davomli salli keltirib chiqarib,
axborotni oldiga bu Uyg'ur musulmonlari yashayotdi deganga ishilib Ama başka vaqtida hech bir bugün Ramazan kunlarida bunda masjidlarimiz insanlar bilan ibodat qilguvchilar bilan to'lgan tixmi bo'lib ketadigan bir vaziyat bati ilgari. Mana bu mu albatta yillardan buyon bu masjidlarimiz musulmonlarga hasrat bilan musulmonlarni kutyapti aslında. O şu ilgirki qaynam taşqanlıqqa cho'madigan shu holatni kutyapti bu camilerimiz. Elbette biz Uyghur xalqi bo'lib sifatimiz bilan bu tajovuzchilardan tatib oladigan kun mutlaq holati keldiganligiga ishonamiz va buni chuqur qaytirib olamiz.